33 marta nur va quyosh Qur'on-u Karimda keltirilgan. Uning uchqunlari esa Inoyatillo Andijoniy bilan 33 savol loyihasida. Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Men sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyi xursandman. G'oyibona bo'lsa ham 30 savolda yangi mavsumida yangi mehmonlar bilan loyihamizni bismillah deb boshlashga ijozat berasiz. Va bugungi mehmonimiz Najot ta'lim hamda Osmondagi bolalar loyihasi asoschisi do'stimiz Temur Adhamov bo'ladilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh Temur og'a. Va alaykum assalom. Men umuman intervyulardan yoki shunaqa savollar bo'lib qoladi o'zimga. Biror universitetlarga taklif qilishsa, boshqa joylarga. Gonorariy so'rab qolishadi. Ha, yani men hech qachon ilmiy suhbatlardan hech qachon pul manfaat kutmaganman. O'zi aslida ba'zi joylarda men uni ham tushunaman, pul berib bo'lsa taklif qilishadi-da o'zi. O'zi shunaqa joylarga taklif qilinsa, odatda hech qachon men kimdir mensiz yoki mensimaslikdan emas, o'sha paytdagi insonni baribir o'zini jarayoni bo'ladi-ku. Masalan, oxirgi 1-2 yildan beri men o'zim aytaman, videoga chiqishni rostdan o'zim istamayotgan odam edim. Bizga nima rozilik berdingiz bo'lmasa? Siz buni 2 yil oldin ham gaplashganmiz o'zi. Men vijdonan yuzasidan aytaman. Vijdonan yuzasidan yo'q deyishga uyaldim. Chunki menga telefon qildingizda, ertaga syomka qilmoqchimiz dedingiz. Yani o'ylab ko'rasizmi nima? Agar rostini aytaman, o'ylab ko'rasizmi deganingizda yo'q derdim. Inson baribir tabiati bo'ladi-ku. Men shaxsan o'zim tabiatan kimdir masalan tashqarida oilaviy yurganimda yoki do'stlarim bilan yurganimda yoki o'zim piyoda yurganimda kimdir menga e'tibor bilan qarashini uncha xush ko'rmaydigan odamman. Menga tinchlik yoqadi. Men do'stlar davrasida piyoda sayr qilish, tabiat qo'ynida bo'lish, tashqarida erkin yura olish menga yoqadi. Media odamida bu narsa biroz cheklanadi. Sizni qo'l bilan ko'rsatish boshlanadi, har bir harakatingizga diqqat bilan qarash boshlanadi. Bu insonda muhokamada bo'lib qolish, bu narsalar insonni biroz qiynab qo'yadi. Hozir mana Osmondagi bolalar haqida gaplashdik. Aytdingiz, xuddi shunaqa loyiha chiqmadi degan ma'noda. Men bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamaganman Osmondagi bolalarda. Chunki undan oldin ham Najot ta'limni YouTube kanalini yuritganmiz-da. Unda 1000 ta 2000, nari borsa 5000 ko'rilardi. Bir oyda 5000 ko'rilsa, mendan xursand odam bo'lmasdi. Osmondagi bolalar loyihasi birinchi yaralgan vaqtida juda jadal zo'r anaqa oldi, reytinglar oldi. Suhbatlari go'zal suhbatlar bo'ldi. Nimaga to'xtab qoldi? Birinchidan spikerlar har doim loyihaga tayyorlanib kelishni boshladi. Bu bizni qiynadi-da. Spikerlar avvallari mana boshida loyiha yangilik paytida men avvaldan terib qo'ygan bolalarimni chiqarganman, tushunyapsiz-a? Men avvaldan ularni ichidan bilganman. Nimaga savollar yaxshi berilardi? Chunki men savolga tayyorgarlik ko'rmasdim. Men odamlarni chin dildan tanirdim. Har birini tanirdim. Nima desam yaxshi gapira oladi, qayerda og'rig'i bor, nima uchun yashayapti, nima ishlar qilyapti, jamiyatda haqiqatan u nima uchun boshlangan loyiha? Men istaganmanki, jamiyatga odamlar shu insonlarni o'zi uchun roadmap qilsin. Yo'l xarita qilsin. Mana shu insonlarga havas qilsin. Shu insonlarni ortidan yursin. Bugun ular ilmi bilan, o'zini qadriyati bilan, harakati bilan barchasi Allohning fazlidan bo'ladi. Albatta, shu natijalarga erishdi. Bugun yoshlar ilmiy harakat qilsin degan maqsadda qilingan edi. Qaysidir etapga keldi. Odamlar bu loyihaga tayyorgarlik ko'rishni boshladi yoki loyihani chiqishligi uchun ham chiqarmaganmiz. Shunaqa odam bo'lmasa, men loyihaga keyingi sonni olmaganman syomkaga. Ya'ni bu bir haftada bitta chiqish kerak yoki bir oyda bitta chiqishi kerak degan qoida bo'lmagan loyihada. Qachon go'zal bo'lsa shunda chiqadi. Xuddi shunaqa. Masalan, ba'zi holatlarda biz syomka qilib turli sabablarga ko'ra chiqara olmagan holatlarimiz ham bo'lgan. Ya'ni arxivda bor. Hali hech kim ko'rmagan loyiha. Shunaqa 3-4 ta sonlari bor, ular chiqara olmaganmiz. Endi uni turli sabablarga ko'ra. Ilk savolimiz, O'zbekiston degan so'zni eshitganda qalbingizdan nima o'tadi? Birinchi o'rinda hurriyat va vatan. Bu qanaqa? Agar chet elga chiqqanda har bitta odam biladiki, Angliyaga 3 marta bordim. Angliyaga, Yevropaga ham 3 marta. Har doim tashqariga chiqarkansiz, vataningizni odamlar bilishligi sizga juda katta faxr beradi. Siz bilasiz, har bir shaxs bu vatan himoyachisi. Albatta. U yerdagi har bir odam vatanni himoya qilyapti. Sizga qarab vataningizga va davlatingizga odamlar urg'u beradi. Ya'ni sizni o'zingizni tutishingiz, o'zingizni muomalangiz, madaniyatingiz, harakatlaringizdan kelib chiqib, har bir odam, chet eldagi odam vatan haqida o'ylashni boshlaydi. Siz O'zbekiston deganda agar sizni o'sha joyda tanishsa bormi yoki sizni ko'rib turib vataningiz haqida ijobiy gap aytsa bormi, sizdan baxtli odam yo'q. Albatta. Va men O'zbekiston deganda yana bir eng muhim narsa bu hurriyat. Biz buni har qanday tushunishimizdan qat'iy nazar biz mustaqil yurt farzandimiz. Men masalan 94-yil tug'ilganman.
qanaqadir kommunizm davrini ko'rmaganman. Bizni fikrlashimiz bilan u davrda yashagan odamlarning fikrlashi tubdan farq qiladi. To'ppa-to'g'ri. Mana bu avlod, anasi 2000-yildan keyingi avlod bizdan ham hurriyatroq, ya'ni bizdan ham erkinroq, muammolarni u darajada masalan deylik, unga navbatlarni ham ko'rmagan avlod bo'lishi mumkin. 2005-yildan keyingi avlodda. 2010dan buyog'iku anada, ya'ni birinchi o'rinda O'zbekiston deganda menga o'sha vatanning sha'ni va hurriyat so'zlari keladi. Ta'lim sohasini tanlashingizga asosiy sabab, fundament nima bo'ldi, turtki? O'zi oilamiz ziyoli oila, hozir ham biroz gaplashgandek bo'ldik shu bo'yicha. Bobomlar o'z maktab direktorlari bo'lishgan, undan keyin xalq ta'limida ishlashgan. Men bobomlar qo'lida tarbiya topganman. Yoshligimda juda ko'p savol beruvchi odam bo'lganman va meni savolimga har doim bobomlar javob berishgan. Hech qachon itarishmagan meni. Men yosh kattalar shu videoni ko'rishsa aytardimki, har doim bolani, nabiralarga javob bera olish kerak. Men o'zimda ba'zida shu xislat topa olmay qolaman-da. Farzandlarga javob bergani. Ba'zida keyin o'ylab keyin javob beraman iloji boricha. Lekin bobomlar o'sha eslayman 4 yosh yoki 5 yoshligimda yerni dumoqligi va yer, quyosh va oy atrofida aylanishligini chini va kosalar bilan tushuntirib berishgandi. Qayta mendan so'rashgan, tushundingmi? Yo'q, tushunmadim. Yana qayta mendan so'rashyapti, yana tushundingmi? Men yana bola ekanman, yo'q, tushunmadim deb ochiqini aytganman. Ular yana yarim soatlab bitta mavzuni tushuntirib o'tishaverardi. Ta'lim berishdi, ta'limdagi endi tasavvur qiling, ta'lim qanaqa narsa? Siz bir insonga ta'lim beryapsiz, uning butun hayot yo'li o'zgarib ketadi. Va bu qanday faxrki, siz uni oilasi, nafaqat oilasi, o'zi, oilasi, ota-onasi, uni daromadi, uni yashash tarzi, hayoti umuman tubdan o'zgarib ketishi mumkin va siz shunga sababchisiz. Bu sadaqaga joriya. Bu haqiqiy sadaqaga joriya. Maktab davriga kelsak, informatikaga juda ko'p qiziqqanman. Eslayman, 2005-yil maktabda 5-sinfni bitirgan paytim Quvani markazida kompyuter soatxonligi kursi bo'lardi. U payt butun maktab bo'yicha bir dona kompyuter bo'lgan paytda 2005-yil haqida ketyapti. Borib Quvani markaziga kompyuter soatxonligi kursini o'qib kelganman. Kompyuterni birinchi marta o'rgandim. Keyin IT ga bo'lgan qiziqishim oshdi. Dasturlashdan informatika yo'nalishlarida olimpiadada qatnashni boshladim. Maktabda qatnashib g'olib bo'lardim. Lekin birinchi marta adolatsizlikni aynan o'sha payt sezganman. Men Quva bo'yicha birinchi o'rinda olganman. Keyin viloyat bosqichiga chiqishim kerak edi. Eng yuqori balni oldim. Lekin menga aytishdiki, baling yetmaganligi uchun, eng yuqori balni olgan bo'lsang ham baling yetmaganligi uchun keyingi bosqichga chiqmaysan deydi. Qarasam, viloyat bosqichiga boshqa bola chiqib ketyapti. Rais to'g'ri ketganmi? Bilmayman kimligini. Rais to'g'ri ketadi unaqa paytda. Endi o'sha paytlarda odam bir 7-sinf yo 8-sinf payti odam adolatsiz sezsa, yuragi og'rib o'tar ekan. Korrupsiya elementlarini o'sha payt sezganman-da. Birinchi marta, ya'ni o'zim ichimda his ko'rganman. Ya'ni men adolatsizlik. Farg'onadan keyin madrasaga o'qishga kirdim Xorazmga. Xorazmga kirganim sababi chunki Farg'onada madrasa yo'q edi. Buxoroda, Toshkentda. Yo'q, o'zi ko'p, u payt ham ko'p edi, lekin kvota berilardi. Farg'ona bu yil mana shu viloyatga borib topshirsin deylardi. Unda qanaqa bo'lgan? 5 ta bolani bali yetsa yetmasa eng yuqori farg'onalik 5 ta bolani olish kerak bo'lgan. Shunda o'tgansiz. Bo'lish kerak, lekin men madrasaga o'zi ikkinchi o'rinda kirganman. Maktabda ham juda yaxshi o'qishga harakat qilardim. Ona tili, umumiy o'zimni fanlarim bor, juda yaxshi ko'rib o'qiganman fanlarni. Oilada nechta farzand bo'lyapsiz, Timur aka? Oilada 3 ta farzandiz, men eng kattasiman. Dadamlarda oziq-ovqat do'konlari bo'lardi o'sha payt. Oziq-ovqat do'konimiz asosiy biz oilamiz kichkinagina, xuddi shunaqa xonachalik keladi. Oziq-ovqat do'kon nomi yaqin emasmidi? Yaqin degan do'konlar ochildi hozir haligi ochib beradigan odamlarga. Yo'q, unaqa emas. U kichikroq do'kon bo'lgan. Shu yaqin ham kichik do'kon ochib beryapti. Mayli, bu homiy haqida edi. Davom etamiz. Product placement. Unaqalar bir qo'ylardan kelib kalla qo'yib ketaman unaqa narsalarga. Aka bemalol. Men tushunaman. Undan keyin madrasaga kirdim, undan keyin Toshkent Islom instituti oliy mahatda o'qidim 2015-2019-yillarda. Madrasada qancha yil tahsil oldingiz? Madrasa ham 4 yil bo'lardi. 4 yil tahsil oldingiz. 4 yil. 2010-2014-yillar. Qaysi yo'nalishlardan tahsil oldingiz madrasada? Yo'q, madrasada yo'nalish bo'lmaydi, bitta yo'nalish. Umumiy diniy ta'lim olinadi. Va mahalla ham xuddi shunaqa. Va men bugun imomlarga, umuman diniy sohada ishlayotgan odamlarga Alloh rozi bo'lsin deb aytaman. Bular haqiqiy fidoyi odamlar. Lekin men tabiatim qanaqa deyilsa, men yangilik qilishni, bir joyda to'xtab qolishdan ko'ra to'xtovsiz harakat qilishni tabiatan yaxshi ko'radigan odamman. Masalan, o'qishga kira olmagan yilim arab tili bo'yicha ilova tayyorlaganman dasturchilar bilan birga. Tahlil degan arab tilini o'rgatadigan ilova qildik. Hozirgacha ishlaydi. Keyin najot ta'lim urg'u berish boshlaganimdan keyin ishlamay qolgan. Unga fokus qarata olmaganman keyin. Lekin o'z vaqtim juda yaxshi ilovasi. O'sha payt arab tilini o'rgangan ekan, hamma biladi bu narsani. Arab tili grammatikasiga mutolaa kerak bo'libdi. Bu yordam bergan. Ilova
Keyin mahatni tugatayotgan paytimda bir narsani tushundim. Men ta'limni va ITni yaxshi ko'raman. Qaniydi imkoniyati bo'lsa, men o'z din xodimi sifatida nimadir ishlar qilsamda, lekin soha shunaqaki, sohaning ichidagilar bu narsani juda yaxshi tushunadi. Siz sohada yangilik qilishingiz ehtimol, ya'ni yangilik qilish degani nimadir dinda yangilik ixtiro qilish emas, balki bor narsalarni olib keta olish, deylik, yuzlab balki minglab bolalarga ta'lim berish haqidadir diniy ta'limni yoki masjidlar ochishdir yoki masjidni ham menejmentini o'ta yaxshi yuritishdir. Bu turli qiyinchiliklarga ega. O'ziga yarasha. To'g'ridan bilvosita va bevosita. Va buni o'zim ruhan his qilganimdan keyin, ichimda his qilganimdan keyin men aytdim, ya'ni demak o'zim uchun eng qulayi IT ta'lim ochsak unda. O'zim ITga qiziqaman. IT bo'yicha o'qiganman. Kim bilan maslahat qilyapsiz shuni? O'zi bilanmi? Shavkat Hasan aka. Ha. Bo'ldi, tushundim. Shavkat Hasan bilan birinchi maslahat qilyapsiz, Najot ta'lim. Maslahat. U kishi chunki ITga o'sha payt ham yaxshi qiziqayotganim bilardi. Oching deyishdi. Qo'llab-quvvatlayman deyishdi. Shu bilan keyin birinchi o'z nomini qo'yilishda ham Shavkat aka yordam bergan. Shavkat Hasan aka nomini birga o'ylaganmiz. Men, Sulaymon degan o'rtog'im, Shavkat aka o'tirib, eslayman, osh ustida o'tirib, rasul bir oy izladi nomini. Oxiri keyin Shavkat aka bir oy osh yedinglarmi? Ya, endi o'sha yini osh ustida o'tirib deb turib, orqasidan bir oy dedingiz-da. Polshasi bir oy nom topish uchun osh yeyilgan. Ikkinchi marta qimmat va hazmi taom bo'lgan ekan nomimiz ham. Keyin oxiri Imom Buxoriyni dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q bo'lmagan degan so'zlaridan najot ta'lim degan so'z izlab topilgan. Lekin o'ta go'zal nom topgansizlar, ishoninglar. O'zimga ham yoqadi. Ta'lim najotda deganda shunday olib turib, yo'q, najot ta'limda deb qo'yishim zo'r bo'lib ketdi. Mashallah. Mana shu nom bilan 2018-yil asos solingan. Loyihaga asos solingan. 2018-yil birinchi guruhni qabul qildingiz. 1-oktyabrda. O'zim eng birinchi bolalar juda ko'pchiligini taniyman. Yaxshi ishlarda ishlashadi. O'zingizda qolganlar ham bor. O'zimda qolganlar ham bor. Hozirgacha o'sha eng birinchi bitirib, hozirgacha ishlayotganlar ham bor. Boshqa. Endi ta'lim sohasiga kirayotganim sababi shu bo'ldi. Nima uchun IT ta'lim deyotganingizni ham sababini aytaman. U paytda ITga u darajada urg'u berilib yoki ITga u darajada o'rganuvchi ko'p bo'lmagan. Ochilgan paytimizda. Keyin karantindan keyin ko'payib ketgan juda. Karantinda odamlar ITga ehtiyoj sezdi, boshqa tendensiya o'zgardi o'sha paytlar. Rostdan ITga juda katta talab bo'ldi. Karantindan keyingi davrda juda katta o'sish bo'ldi bizda. IT umumiy najot ta'lim. Najot ta'limda juda katta o'sish bo'ldi. Ta'limga xuddi shunaqa kirib keldik. Endi ta'lim mavzusiga ketar ekan bir narsani ham qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman shu joyda. Hozir xususiy maktablar ko'payyapti. Juda. Va xususiy maktab sohasiga o'zimiz Namanganda maktab ochdik. Va men Aziz akaga, umuman maktab ochgan odamlarga, Hasanxo'ja akalarga men rahmat aytdim. Maktab ochganlar uchun. Nega? Ro'y deydi, ya'ni tikilgan pulni qaytishi shunaqa sekinki maktabda, yo maktabda fidoyi odam ochadi, yoki moliyani tushunmagan odam ochadi. Ta'lim sohasidagi odamlarga ham aytgan bo'lardimki, yo fidoyi yoki rostdan ham qiziqib ko'ryapti, yoki moliyani tushunmaydi. Chunki ta'limda pul qaytishi, ayniqsa xususiy maktablarda pul qaytishi o'rtacha 5 yildan 7 yilgacha vaqt ketar ekan. Biznes emasda deng ta'lim. Umumiy qilib aytganda, faqatgina shu ishni seva olsangiz, siz o'zingizdan tarbiya qilayotgan bolalarda bu mendan sadaqaga joriya. Ertaga bular oilasi o'zgarsa, noto'g'ri ish qilmasa, uyiga halol pok pul olib kirsa, ota-onasini ta'minlasa, oilasini ta'minlasa, siz shunga sababchi bo'lsangiz. Bu umuman boshqa tuyg'u. Mayli sizga u insonni rahmat aytishi, hatto duo ham qilish shart emas. Chunki banda bu bilan ajr olmaydi-da. Bu narsani sizga Alloh beradi-da. Niyat. Xuddi shunaqa niyatga qarab jarayon o'zgarib ketaveradi. Men fikrim, ta'lim bu sevganlarga. Ya'ni ta'lim bu o'z ishini yaxshi ko'rgan insonlarga. Bunda fidoyi bo'lmasa ishlay olmaysiz. Chunki muammolar tugadimi ta'limda siz yo'q. Chunki hamma inson u yerda. 1000 tizim qo'yasizmi, 1000 CRM qo'yasizmi, u yerda konveyer narsa yo'q. Ustozlarda konveyer qilib bo'lmaydi. Menejmentni konveyer hisob bo'lmaydi. O'quvchining konveyer hisob bo'lmaydi. Kechagi o'quvchi bilan bugungi o'quvchi har yili o'zgaradi. Har yili tendensiya o'zgargan sari jarayon, ustozlar, o'quvchilar hamma o'zgaraveradi. Siz o'sha narsaga sabr qila olishingiz kerak ta'limda. Bir ishni amalga oshirishdan oldin yaxshilab qaysi taraflarini o'ylab, o'rganib olasiz. Keyin o'sha ishni amalga oshirasiz. Birinchi o'rinda o'sha ishda jamiyatga qay darajada foyda beradi yoki yo'q. Men har qanaqa loyihani jamiyatda og'riq bor yoki yo'qligiga qarab qilaman. Uni foyda daromadi jihatidan emas. Keyin daromadiga keyingi o'rinda fin model ishlab chiqishga kiriladi. Birinchi o'rinda u jamiyatga foyda beradimi yoki yo'qmi?
Ya'ni mana shu og'riq millatni, vatanni, dinni og'rig'i bormi shu bo'yicha? Agar shunaqa bir ish qilsakki, u jamiyatga foyda beradimi yoki bizga faqatgina daromad olib keladimi? Jamiyatga og'rig'i bor. Mana hozir qilgan ishlarim bo'yicha men sizga aytaman. Najot ta'lim. O'sha paytdagi eng katta masalamiz bo'lgan bizni og'rig'imiz bolalarni qora mehnat qilishni istamaganmiz. Qora mehnat qilib 500-600 dollar topar ekansan, undan ko'ra 1 yil ITni o'rganda, bugun haqiqatan ishga kirsang bo'ladi. Uni o'rniga O'zbekistonda ota-onaning oldida kompyuter oldida o'tirib pul top deganmiz. Maqsadimiz shunaqa bo'lgan. Osmondagi bolalarga ham aytdim maqsad nima bo'lganligini. Ya'ni ijtimoiy maqsad, ya'ni ijtimoiy maqsad, yaxshi yigitlarni jamiyatga road map qilib ko'rsatish, role model deydimi? Xuddi shunaqa yo'l xarita sifatida mana shu insonlarga orqasidan yur. Kumir sifatida shularni ko'rsatishni istaganman. Chunki o'sha paytda TikTok juda mashhur bo'lgan va TikTokdagi o'ynoqi bolalar egashib ketgan payt edi. Og'riqdan kelib chiqqan. Lola Animation multfilm loyihamiz. Bu og'riqdan kelib chiqqan bu ham. Nima uchun deganingizda, bola multfilm ko'radimi? Ko'radi. Bu iloji yo'qmi? Iloji yo'q. Ahli ilmlar hamma bundan e'tirof qiladi. Ya'ni bola multfilm ko'radi va bolaga mos bo'lgan multfilm chiqarib berish bizning vazifamiz. Va har doim har qanaqa ishni amalga oshirayotganimizda menda muhim qoida, natijani qanaqa bo'lishiga maksimal harakat qilamiz, lekin yaxshi bo'lishiga albatta. Lekin musulmon odam o'zi nimadan so'raladi deyilganda, niyati va amalidan. Qilgan harakatidan. Natijani qanday bo'lishi yozib qo'yilgan narsa. U ming istasa ham u darajada bo'lmasligi mumkin. Lekin biz undan so'ralmaymiz. Biz harakatimizdan so'raymiz. O'sha paytda shuning bor imkoniyatdan foydlandikmi yoki yo'qmi shundan so'ralamiz. Buni nima uchun qaytlab o'tyapman? Ko'pchilik yangi ish boshlayotgan paytida yoki ishi o'xshamagan paytida shuncha umrim behuda ketdimi deb o'ylaydi. Unaqa emas. Agar sizning niyatingiz va amalingiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, siz Allohga hamd ayting. O'sha qilayotgan narsani, shu niyatingiz va vaqtingiz yaxshilik yo'lda o'tdi. Natija balki biz bilmasmiz, balki yaxshilikka shunaqa yakin biz istaganda bo'lmagandir. Buning ichida yaxshilik bordir. Chunki Alloh taolo bandasiga zulm qilmaydi-da. Lola Animation ham shu. Mana hozir yangi oxirgi boshlagan Edfix degan loyihamiz bor. 1 yil bo'lyapti boshlaganiga. Bundan maqsadimiz nima edi? Najot ta'limni biz onlayn variantini qilganmiz. Nima uchun deganingizda, kimdir Qashqadaryodan, Qoraqalpog'istondan kelib Toshkentda o'qiy olmaydi. Shu odamlarga onlayn variantini beraylik deganmiz. Maqsad shunaqa. Hozirgi kunda Najot ta'lim nechta bolani o'qitdi? Nechta bolani kasbli qildi? Shu vaqtgacha 13 ming nafar bola bitirdi bizni. 13 ming nafar. Va bizdagi raqamlar bo'yicha 8 ming nafardan ortig'i o'zini ishda ishlaydi. 13 mingdan 8 mingtasi o'zini sohasi bo'yicha. Endi ba'zilar bu sohadan ketmagan bo'lishi ham mumkin, lekin yo'nalishni topishga yordam bergan. Najot ta'lim o'quvchilari qilgan qaysi ish sizni hayratga solgan? Zamonaviy laqchada aytganda shokda qolib ketgan. O'zim ko'p case sifatida aytaman. Bahodir ismli yigit bor edi bizda. O'quvchimiz. 16 yoshidami, 15 yoshidami o'qigan bizda. Kichkinagina bola edi. U payt o'zi bu yoshdagi bolalarni ham olmas edik. Keyin onalar bilan gaplashdim. Bolam harakatlari zo'r deyishdi. Ibrat o'laroq shuni voqeani aytib bermoqchiman. Ona rostdan to'lovga qiynaldi. Bir kun filial administrator oldida chekkada o'tirsam, bir ona to'lov bo'yicha gaplashyapti. Iltimos, kechiktirib beringlar to'lovni, chunki uni yo'riqnomasi bor. Yo'riqnomasi bo'yicha 3 ta darsdan oshiq kechiktirish mumkin emas. 6 tam 7 tam dars o'tib ketib qolgan. Shu beraman to'lovini. Men bo'lib beray deyapti. Oddiy ishda ishlayman. Onani o'zi farzandga qaraydi. Oddiy ishda ishlayman. Bo'lib beray deyapti. Men vaziyatga aralashdim. Qarasam vaziyat rostdan ham filial administrator o'zining yo'riqnomasidan chiqa olmayapti. Labi opa, nima masala? Shunaqa men to'lov qila olmayapman, lekin bolam juda iqtidorli, o'qishni istayman. Mana shu voqeani keyin u bolaning iqtidorini rostdan o'zim ham sezdim. Bitta loyiha aytganidek, u bola o'zi ustozlar qilish kerak bo'lgan loyihani o'quvchi qilib berdi bizga. Subhanalloh. Kichkinagina 15 yoshli bola. Bolada salohiyat juda zo'r. Keyin men Absattorga aytib berdim bu voqeani. Absattor bizda shunaqa yigit bor. Juda qoyil qoldim. Iqtidorli 15 yoshli yigit. Onalari shunaqa qiynalyapti. Desam, Temurbek aka qancha to'lov qilish kerak bu yigit dedi. O'sha payt 7,5 millionmi shunaqa edi-da. Qimmat ekanda o'sha payt ham. O'sha payt ham. Hozir bilmadim qanaqa-yu, lekin o'sha payt ham qimmat edi. Yo'q, IT ta'lim odatiy kurslardan qimmatroq turadi. Chunki biz IT ta'limda ustozlar ishga olishi uchun IT kompaniyalar bilan raqobat qilamiz. Bu aytishim kerak bo'lgan narsa-da. Keyin Absattor o'sha to'lovni o'sha vaqtda o'zida menga berdi. Borib filialga berib qo'ying deb, men keyin kelib filialga berdim o'sha pulni. To'liq Absattor pulini to'lab berdi. Shu bir og'iz gapim uchun. U bolani tanimaydi ham Absattor. Keyin u bola Absattorda ishladi va yaqinda eshitib qoldim, bundan 1 yil oldinda endi. Dunyoning eng katta kompaniyalaridan biri IBM ga ishga kirdi.
Subhanalloh. Ashi bola. Ha, mana hozir mana qayerda desangiz, mana 1 yil o'tdi oradan. U payt Polshaga ishga kirgan edi. Hozir qayerda desangiz, hozir Kaliforniyada, Silikon Valleyda. Shu yergacha bora oldi. Silikon dolini bu IT bo'yicha haligi eng yuqori daraja-ku, to'g'ri adashmasam, dunyo bo'yicha. Shunaqa. Amerikaniki. Bugun shu men alohida fursatdan foydalanib onalarga olib kelib, farzand uchun ona har doim ko'p narsaga tayyor bo'lar ekan. Men hayotimda juda ko'p ko'rdim bu narsani. Qahramon bo'ladi. Ona baribir Alloh taolo balki shuning uchun deyman 9 oy qornida ko'tarib yurgizarmikan deyman-da. Chunki Alloh bo'lsa shu juda tez ham bo'lishi mumkin edi. Balki og'riqda, qiyinchilikda, tug'ilishdagi jarayonni shuning uchun bersa kerak deyman-da. Onasiga alohida rahmat aytaman. Olib kelib, uning uchun jon kuydirib, eng qiyin ishlarda ishlab, ustozlariga ta'lim bergan va Absattorga alohida rahmat aytaman. Shu bolani qo'llab-quvvatlagan. Bugun mana bolani yutug'idan hamma faxrlansa bo'ladi. Bunaqa keyslar juda ko'p o'zimda-da. Nodirbek degan ukamiz bo'lardi. Eslayman, birinchi marta karantindan oldin amakilar olib kelgan. Dadalari vafot etgan. Amakilar olib kelib, keling, shu bola ishlasin, o'qisin, o'rgansin oldingizda, iltimos deyishgan. Karantin bo'lib qoldi, u yigit meni oldimdan ketmadi, o'rgandi. O'zimizda juda katta faoliyat olib bordi. Hozir Mac Plus degan juda katta telefon sotadigan do'kon ochishgan. Juda katta yaxshigina marketolog bo'lgan, juda katta yigitga aylandi-da. Men YouTube'ni ko'rsam xursand bo'laman va amakilarga rahmat aytaman. Kim qaysidir etapda bizni qo'llab-quvvatlaydigan, hatto amalimiz u odamga yoqmasa ham, ya'ni bo'lish mumkin kimgadir yaxshilik qilmoqchisiz, u tushunmayapti. Lekin o'sha joydagi aqlli insonlar, zamon ko'rgan, dunyo ko'rgan, hayot ko'rgan insonlarni qo'ldan yetaylab, bolam, bugun kechasi bilan PUBG o'ynashing noto'g'ri. Kompyuterda o'tirishing noto'g'rida. Kelib mana shu yerda o'rganasan, bu seni burching deb turib, qaysi etapda biroz qattiqroq tiyishi kerak ekan. Qattiqroq bo'lish kerak deng. Ba'zi o'rinlarda shunaqa qilinishi foydali ekan. Shu insonga men aytaman, amakilarga rahmat. Bu bola va amakilar sababchi bo'lgan. Kelib Toshkentga olib kelib, birinchi marta Toshkentga olib kelib qo'yib, o'rgansin deb biriktira olganda. Bugun juda ko'p bunaqa keyslar aytaman desam, ta'lim fidoyilar joyi aytganimdek, shunaqa insonlarga, onalarga, ta'lim uchun jon kuydirgan otalarga, qarindoshlarga hammaga rahmat aytaman alohida. Ta'lim uchun fidoyi bo'lish kerak. Va ta'lim sohasida yurgan odamlarga ham bir gap aytgan bo'lardimki, hamma narsada xato qilinsa ham ikkita narsada xato qilish mumkin emas. Bu ta'lim va tibbiyotda. Chunki bu insonning hayotini hal qiladi. Tibbiyot jism bilan hal qilsa, ta'lim ruhiyat bilan hal qilib qo'yadi ko'p narsani. Ya'ni siz bu nomni holda bolani har qanday tarbiya qilishingiz mumkin. Va u joyda ta'lim tashkilotchilari, asoschilari, rahbariyati, menejment ustozlaridan o'z ishini o'ta yaxshi sevishlari, ya'ni o'zini o'quvchilarini juda qattiq muhabbat bilan tarbiya qilishlari so'raladi. Farzand ota-onaga qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi ish. O'ylayman, faxrlanadigan inson bo'la olishi, ya'ni tasavvur qiling, siz shunaqa bir insonsizki, sizni ota-onangiz har doim ota-onangizni hamma duo qiladi. Ota-onangga rahmat deydi, u bilan faxrlanadi. Mana shu men uchun eng katta narsa deb o'ylayman. Masalan, har doim meni ota-onam haqqiga duo qilishsa, mendan baxtli odam bo'lmaydi, ishoning. Ya'ni juda xursand bo'laman. Men qasrlar qilib berishi, nimadirlar moliyaviy narsalar qilib berishi u darajada katta faxr bo'lmasa kerak deyman. Odamlar shuni havas qiladi-ku, televideniyadan ko'radi, ijtimoiy tarmoqdan ko'radi, vaynerlardan ko'radi. Ya'ni bu darajada faxr emas, lekin siz jamiyatga tasavvur qiling, siz shunaqa bir farzandni yetishtiryapsizki, u jamiyat uchun xizmat qilib beryapti, jamiyat uchun harakat qilib beryapti, odamlarning og'irini yengil qilyapti va siz faxrlanadigan bir insonga aylana oldingiz. Va ota-onalar uchun eng katta baxt shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Masalan, shaxsan fikrim shunaqa. Har bir farzandga nasib qilsin, mana shunday inson, yaxshi inson bo'lishda va ota-onalar faxrlanib yurishsin iloyim hamisha. Nafsiz bilan qanday kelishasiz Temur og'a? Jahongir Nasriddinov degan do'stimiz bor. Suhbatimizda juda chiroyli gap aytishdi. Nafs bilan kelishuv bo'yicha Ironman degan sport turi bor. Ya'ni full Ironman'da qanaqa bo'ladi? 4 kilometr suzish, 180 kilometr velo sport, yugurish, oxirida 42 kilometr yugurish. Menga kecha Jahongir aka aytdiki, ular yaqinda Ironman'da to'liq marafon yugurishdi. Ironman'da. Ko'rdim. Va menga aytayaptiki, oxirida nafsim menga yalindi dedi. Ya'ni iltimos Jahongir to'xtatib, iltimos nima ham qilmadi dedi, hali buyruq ham bermadi dedi. Yalindi dedi. Chunki 16 soat vaqt beriladi sizga. Aynan hamma ishni bajarish uchun. Mana shu narsa uchun bitta to'xtamasa 16 soatda qilishingiz kerak. Aynan ular qatnashgan musobaqa 15 soatga qisqartirildi. Yana 1 soat olib tashlandi ham hatto. Ya'ni qiyinlik darajasini aytmoqchiman-da. Qiyinlik darajasini aytmoqchiman va o'sha masofani bosib o'tib Jahongir aka. Bu qoyil inson irodasini haqiqiy ko'rsatadigan narsa, nafsni nima
unga yengil ko'rsa shuni teskarisini qilishga harakat qilaman. Mana men shaxsan o'zim qanaqa mana shuni qiyin desa shuni qilaman-da. Keyingi safar men qaytarmaslik uchun iloji boricha-da. Chunki nafs har doim yengillikni istaydi va men o'zim uchun eng yaxshi ishlarimdan bittasi amallarni odatga aylantiraman. Ya'ni motivatsion harakat bilan bir marta amalga oshirmayman. Men ertalab yugurishim kerak, o'zim uchun qo'ygan rejam bor. Har kuni masalan hozir hamma ijtimoiy tarmog'imni o'chirib yuborganman. Telegramda stories formatim bor. Har kuni ertalab stories qo'yaman. Ertalab yurganim bo'yicha ma'lumot. Butun 7 kilometr ishlatmayapsizmi? Umuman hamma tarmog'imni chiqarib yuborganman. Nimaga? Aytdim-ku, inson o'zi bari tin olishni istaydi deb. Dam olishni, tin olishni istaydi deb. Ambasadorsizda Najot ta'limni unda olib qaraydigan bo'lsak, sizni ijtimoiy tarmoqda borligingiz, chiqishingiz shu Najot ta'limni borligini yoki sustlashib kelayotganini bildiradi. Ijtimoiy tarmoq anaqasida oladigan bo'lsak, ya'ni sizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan odamlar shu orqali biladi. O'shanaqa ko'pchilik shu orqali bilardi. Baribir hozir aytganimdek, ijtimoiy tarmoq birinchidan ko'p vaqtimni olishni boshladi. Bu kunlik 1 soat. Men o'sha vaqtni qizg'anishni boshladim o'zim uchun. Kunlik 1 soat vaqtingizni telefonga qizg'andingizmi? Qizg'andim. 1 soatda. Qizg'andim. Sota qo'zi sen 14 soat o'tiribsan lekin. Aynan sen. Qara. Rahmat Jamro'ga. Ya, inson yoshi kattalashgan sari suhbatimiz shunga burildi. Vaqt eng qimmat narsaligini tushunadi. Bu odam 20 yoshida, balki 25 yoshida tushunmas, lekin inson mana hozir men 31 ga kirdim-da. Yosh inson o'tgan sari vaqt eng qimmat narsaligi va insonda resurs tugasligini tushunadi. Biz o'ylaymizki, sog'liqlik, yon atrofimizda yaqin insonlarimiz borligi, sog'lom bo'lishimiz, pulimiz borligi, bular tuganmas narsa deb o'ylaymiz. Zona komfort. Lekin bular tugaydi. Inson bir kun beli og'riganda, masalan, menda hali hech qachon bunaqa narsalar paydo bo'lmagan, lekin aytaman-da, vaqt kamligini bilganda. Chunki inson yoshi kattalashgan sari jamiyatga qo'shilishga majbur, ertalab to'yga borishga majbursiz, ta'ziyaga borishga majbursiz, yaqinlaringizni ko'rishga borishga majbursiz. Sizda vaqt kamayib boraveradi. Sila rahmga majbursiz. Vaqt kamayib boraveradi va o'sha paytda vaqt eng qimmat narsaligini tushunasiz. Va men ko'proq vaqtimni qadrlash uchun ijtimoiy tarmoqdan chiqib ketdim. Bolalaringiz ham yurgizmayapti, shogirdlaringiz ham. Yo'q. Endi menda o'zi juda ko'p so'rov bo'lyapti shu narsaga. Balki qaytarishar deyman, lekin o'zim kirmayman baribir. Umuman kirmoqchi emasman. Men juda yaxshi yashayman. Bilasizmi, ijtimoiy tarmoq paytida ayniqsa Twitterda ko'rardim, shu kiraman stressda aka. Stress, odamlar bir bilan janjallashayotgan, Twitterda boshqa ijtimoiy tarmoqda, Facebook, masalan, Instagramda hamma maqtanyotgan. Hamma o'zining ijobiy tarafini ko'rsatayotgan va kecha ham bitta tadqiqot o'qib qoldim, Instagram foydalanuvchilarining juda ko'pida stress paydo bo'ladi degan. Nima uchun deganda, faqat ijobiy hayot ko'rsatilganligi uchun odam o'zining hayotidan qanoatlanmay qo'yadi. Psixolog bilan gaplashgandim. Instagramda 1 soatda kamida 60 daqiqani hisobida 30 ta yoki 25 ta 20 ta video ko'rilsa, psixika o'sha 25 marta o'zgarish kuzatilar ekan har doim. Har doim va bu qoladi. Esimda yo'q qoladi. Ong ostida hamma narsa qoladi. Aniq qoladi va bu hayot tarzimizga, fikrlashimizga hammasiga ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketdim va juda yaxshi yashayapman. Faqatgina Strava degan nima ilova bor. Bu yuguruvchi nima deydi, sport bilan shug'ullanuvchilar. Shunda borman. Qaysi qadriyatlarimiz yana qayta trend bo'lishini xohlaysiz? Yoshlarimiz orasida, kattalar orasida, umuman jamiyatda. Birinchi o'rinda so'ragan bo'lardimki, bu oddiyga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin tabassum. Yevropaga borib ko'rganmisiz yo'qmi? Bormaganman, lekin insonlari tabassumliligini xabarim bor. Lekin u tabassum sunniyligidan ham xabarim bor. Shuni deyshadi. Shunaqa emas, men ko'rganman. Endi ular bu yerga kelishgani men bormagan bo'lsam ham. Yig'ilishlarda, biznes sentrlarda, uchrashuvlarda Avropaliklar bilan ro'para kelib qolgan joylarimiz bo'ladi. Tabassumini tan olaman. Bor, hammasida Amerikaliklarda bor, Avropaliklarda bor tabassum, lekin sun'iy. Endi hammasida emas lekin. O'zim o'sha yashayotganlar bilan ham gaplashganman. O'zi musulmon odam qayerda yaxshilik ko'rsa olish kerak-da. Aslida bu bizga buyurilgan narsa edi. Tabassummi? Bu harflarsiz yoziladigan eng go'zal so'z deb ta'rif berilgan. Sadaqa-i joylarida eng go'zali deyilgan. Nima uchun sadaqa? Endi uni ham bilasiz, muhtoj odamga beriladi. Bu birinchi o'rinda qaytarilishi kerak bo'lgan, ikkinchi odam bitta odam bilan ko'rishayotgan paytda albatta tabassum qilib, qo'lini qo'liga berganda ko'ziga qarab ko'rishligi bu eng yaxshi axloqlardan biri deb o'ylayman. Yoshlarda ham, yosh kattalarda ham. Mana shu narsa qaytarilsa ancha yaxshi bo'lardi. Odamni chunki
har qanday stress gormonini ham pasaytiradi tabassum. Bu ilmiy faktda, bu stress gormonini rostdan pasaytiradi. To'ppa-to'g'ri. Ikkinchi odamga qarab qilinayotganda qaytarilish kerak bo'lgan qadriyatlardan yana bittasi bu endi juda avvalroqqa qaytaman. Umuman o'zbek millati, musulmon olami o'z vaqtida haqiqatdan Renessans davrida ilmga juda katta ishtiyoq bilan kirgan va ilm o'rgana olgan. Hozir O'zbekiston umuman musulmon diyorlarida ham bor muammolardan bittasi biz haqiqatdan kam kitob o'qiymiz. Bu voqelik. Va ko'proq kitob o'qishni ota-onalarga ham, yoshlarga ham ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. Mana men sizga ma'lumot o'rnida aytaman. Apreldan boshlab toki sentyabrgacha menda umrim safar bilan o'tdi. Ixtiyoriy majburiy. Robbit degan loyihamda jami 13 ta filial ochdik 1 yilda va butun O'zbekistonda Buxoro bilan Jizzaxdan boshqa hamma viloyatda filial ochildi. Nimaga Buxoro bilan Jizzaxda ochmadingiz? Endi joy topish kerak-da. Joy muammosi. Joy masalasi bor. Mana Jizzaxda ham oxirgi kelishuvlar bo'ldi. Buxoroda hali ham jarayon ketyapti. Va shu vaqt davomida safarda bo'ldim, lekin men 20 ta kitob o'qidim. Safarda-ya? Safarda. Buni iloji bor-da. Nima uchun buni aytayapman? Tavsiya qilgan bo'lardimki yoshlarga, men vaqt yo'g'ida vaqt topish degan qoidam bor o'zimni. Shunga amal qilaman. Bu qanaqa bo'ladi? Deylik, men kitobni ochib o'qib o'tirishni yaxshi ko'raman. Lekin bunga vaqtim yo'qmi? Kitobni lekin eshitib o'qiy olaman-ku. Tushunyapsiz? Mutolaa nomli loyiha bor. Albatta men shu videoni ko'rayotgan har bir insonga tavsiya qilardim. Mutolaa ilovasidan foydalaninglar. Buni fidoyi insonlar jamiyatga foyda berish maqsadida men loyihani ta'sischilari, rahbarlariga taniyman. Juda mehr bilan qilyapti bu loyihani. Hammasi o'zimning do'stlarim, akalarimda. Ular boshlagan loyiha. Albatta bu loyihani davom ettirish kerak. Ya'ni biz vazifamiz nima deganda olib kitob o'qish. Bepul juda ko'p. Pulli variantlari ham bor, bepul variantlari ham bor. Olib kitob o'qishlari kerak yoshlar. Mana tasavvur qilaylik, mana uydan ishga qatnaysiz yoki uydan o'qishga qatnaysiz. 15 minutda, 20 minutda, yarim soatlik yo'l. Bordi keldi balki 1 soat bo'lar. O'sha payt baribir qulog'ingizda naushnik bor. Odatda men metroga tushasizmi, avtobusgami, yoshlar qulog'ida naushnik bilan ketadi. Shu qo'shiq eshitishni o'rniga bemalol kitob eshitib ketishi mumkin. Aytishlari mumkin, kitobni eshitib ketish zerikarli, men o'qishga o'rganganman deb. Men ham yaxshi ko'raman o'qishni. Lekin vaqt yo'g'ida vaqt topa olish odam uchun eng qimmat ne'matlardan bittasi. Ya'ni siz vaqtingizni bir vaqtda o'zida ikkita ish qilishingiz mumkin-da. Men shunaqa almashtiraman ishlarimni va qarang, 20 ta kitob o'qib tugata oldim. Men maza qildim. Jami eshitgan soatlarim ham 100 soatdan ham oshib ketganda, umumiy soatlarim. Masalan 1-2 tezlikda eshitaman. Bu degani 150-200 soatga yaqin kitob o'qilgan degani. Shuni safar rejimida topa oldim. Qanday qilib deganingizda, bir viloyatdan ikkinchi viloyatga ketayotganda kitobni ko'chirib olaman, audio formatini, kitobga qo'yib qo'yaman. Yonimda sherigim bo'lsa, kitobni pauza qilamanda muhokama qilamiz. Bu joyda bunaqa dedi. Bu biznesga oid, menejmentga oid, ruhiy tarbiyaga oid, badiiy kitoblar bor ichida. Shunaqa qilib kitob o'qib keldim. Men tavsiya qilib qolarman har bitta odamga shu narsani. Albatta qaytarishimiz kerak bo'lgan qadriyatlar va eng muhimi deyman bu axloq. Ba'zi insonlarni ko'rasiz-ku, muomalasini ko'rib turib, nega menga bu inson bunaqa muomala qilyapti deysiz. Yomon, yaxshi. Yomon bo'lganligi uchun-da, tabiiyki. Turli vaziyatlarda ko'rasiz. Insonlarda eng yaxshisi baribir go'zal xulqli bo'lganlari. Mashinada, yo'lda ko'rayotganingizda siz odamlardagi signal ko'rsaman, men o'ta kamdan kam signal bo'ladigan odamman. Faqatgina avariya xavfi paydo bo'lsagina signal chalaman. Bo'lsa, oldinda odam ketayotgan bo'lsa ham men kutib turaman odam ketib olishini. Qo'rqib ketmasligi uchun-da. Bu nimadan desa, men o'zim axloq shunga majbur qiladi meni. Ya'ni har qanaqa mezonimni iloji boricha axloq mezoniga qo'yaman. Buning uchun men tavsiya qilgan bo'lardimki, Odoblar xazinasi nomli kitobni o'qishdi. Shayx hazratlarini. Odoblar xazinasi, ruhiy tarbiya nomli kitoblari bor, Shayx hazratlari. Albatta shu kitoblarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu insonning axloqini komillikka yetkazadigan eng yaxshi kitoblardan biri. Bolalar kitob o'qimayapti-da, Temur og'a. Mana muammo nimada bo'lyapti. Bolalarni kitob o'qitishga agitatsiya qilishyapti, videoroliklar ishlanyapti. Mana suhbatlarda muhokama qilyapti shu narsani. Bolalarni kitob o'qishni o'qimaydi. Qachonki muhit to'g'rilanmaguncha. Muhit degani tasavvur qiling 5 ta o'rtoq. Mana agar shu videoni ota-onalar ko'rsa aytardim.
sizni farzandingizni do'stlari kimligi va do'stlaringiz ota-onasi kimligini siz aniq yaxshiroq bilishga majbursiz bugungi zamonda. Kecha maktabda yonida o'tyapman, yo 6-sinf yo 7-sinf bolalar hammasi bittada PUBG'ga o'tiribdi. Hammasi 7 ta bola. Qator bo'ladi. 7 ta bola qimmat telefonlarda turibdi. PUBG'ni o'yin 1 gigabaytdan oshiq u, adashmasam 1 gigabaytdan oshiq va uni o'ynashlik uchun qimmatroq telefon kerak. Haligi narsalar tushish kerak, deymi? Bir Ha, tortish kerak. yaxshigina telefon kerak va uning uchun yaxshigina internet kerak. Yo 6-sinf va 7-sinf bolalar maktabdan tanaffusda chiqib olgan, darsga kirmagan, katta ehtimol, chunki dars tugagan payt emas edi. Hammasi PUBG'da o'tiribdi. Ichida katta ehtimol shuning bittasi 1 yil oldin o'ynagan. Keyin sheriklarni tortgan. Sizni farzandingiz kitob o'qimaydi, qachonki uni muhiti to'g'ri bo'lmasa, insonlar har doim muhitdan ta'sirlanadi. Muhitdan. Siz kimga qarab ibrat olasiz? Kimga qarab solishtirasiz? Faqat yon atrofingizga qarab. Shuning uchun aytaman ota-onalarga. Albatta farzandingizni kim bilan do'st bo'lyapti? U do'stlari, ota-onasi kim? Farzandiga qanaqa telefon olib bergan yoki olib bermagan? Juda yaxshi yechim bor bolani telefondan uzishdan. Hozir juda ko'p tadqiqotlarda ham, boshqa eng xususiy maktablarda, dunyoning eng yaxshi maktablarida ham bola uchun 15 yoshgacha telefon, smartfon ishlatish taqiqlab qo'yilgan. Masalan, o'zim bilgan maktablarda ba'zilarida shunaqa. Shaxsan Najot ta'lim maktabida bolani smartfon ishlatishi mumkin emas. Nafaqat maktabga olib kelishi. Mana maktab ochdik deyapmiz Namanganda. Nafaqat maktabga olib kelishi, balki bolani umuman hayotida ishlatish mumkin emas. Ha, oddiy telefon berish mumkin ota-ona. 15 yoshgacha davom etadi. Undan keyin smartfon berishlari mumkin. Chunki bolani o'smirlik davri biz telefonsiz yashaganmiz-ku. Albatta. Telefon bu texnologiya degani emas. Ya'ni agar telefondan quruq qolsa, bola texnologiyadan quruq qoladi degani emas. Endi hamma xususiy maktabga bolasini bera olmasligi mumkin. Nima qilsa bo'ladi? Eng yaxshi yechim bu bolani do'stlaridan ham o'sha narsani oldirib qo'yish, ota-ona bilan kelishgan holatda. Falonchixon yoki falonchi aka, mana keling, bolalarimiz telefon ko'p urg'u berib qo'yapti. Bolamiz do'st ekan, bir-biri bilan do'st ekan. Shu 5 ta bola o'zaro yurar ekan. Keling, hammamiz telefonni oddiy telefonga almashtirsak-da, bolalarda vaqtini bo'lib sportga bursak, IT to'galarga bursak, ingliz tiliga bursak, ular shu narsada qilsa, raqobatda shuni ustiga qurib bersak, nima deysiz? Deb aytsam, ota-onalar kelishadi. Agar kelishmasa, bunaqa kurgidan bolasini olib chiqib ketsin. Bunaqa joyda muhitda qoldirmasin. Ya'ni bolani tarbiyasini odatda muhit tarbiya qiladi. Ota-ona eng solihlardan bo'lmaydimi? Chunki ota-onani bola har xil holatlarni ko'rganligi uchun ota-ona bilan baribir bolaning o'rtasida nimadir bo'ladi-da. Istaymizmi yoki yo'qmi, qanaqadir cheklovlar bo'ladi, lekin do'st u boshqa. Ya'ni o'zining kurgidagi bola o'sha bilan muhitdan shakllangan odam va o'sha muhitdagi odamlarni eng yaxshilarini qilib berish ota-onaning burchi. To'g'ri muhitga bolani qo'yib olish bu ota-onaning burchi. Muhitni o'zgartirib oladi doim ota-ona. Eng kamida maktabni o'zgartirish mumkin, do'stlarini o'zgartirish mumkin. Turli usullar bilan muhitni yaxshi muhit qurib berishga ota-ona mas'ul. Va endi yana bir masala bor. Agar uyda ota-ona kitob o'qimasa, bola o'qish ehtimoli juda past. Buni ham tan olish kerak. Eng kamida turli usullar bilan kitob muhokama qilinishi orqali, kitob haqida gapirish orqali, bolaning savollariga javob berish orqali kitobga bo'lgan mehrni oshirish kerak bo'ladi. Va men o'sha joyda ikkita insonni alohida e'tirof etmoqchiman. Ikrom aka, Ikrom Sharif aka farzandlari juda ko'p kitob o'qigan, videolar ham qo'yishgan va ikkinchisi Valijon aka To'raqulov. Iqtisodchi akamiz, ikkalasi ham farzandlarini alohida yoz faslida nechta kitob o'qiganligi bo'yicha alohida hatto videolar ham qilishgan, YouTube'da kanallarida turishadi. Bolaning tarbiyasi bo'yicha zo'r tavsiya. Life hacklar bo'ladi-ku o'sha yerda. Shunaqa tayyor bor. Hurmatli ota-onalar, demak, maslahatlarni oldinglar, hayotga tatbiq qilasizlar degan bizda katta yaxshi umid, niyatlar bor. Endi aksariyat ota-onalar nima qilibdi? iPhone beribdi. Dadasi palonchini iPhone olib beribdi desa, dadasi olib beryapti unga ham iPhone. Maktabda ham bu narsani orqasidan juda katta muammolar kelib chiqadi keyin. Hayotdagi eng qimmat xatoingiz. Rostdan moliyaviy tarafdan juda qimmatga tushgan xato. Moliyaviy jihatdan bo'lsa aytalaman. Men ham moliyaviyni so'rayapman, u tarafga o'tishimga yo'q, u shaxsiy hayot. Noto'g'ri laketsada fil ochib qo'yish. Bizda bo'lgan. Katta investitsiya kiritiladi. Katta investitsiya kiritiladi. Xorazmga kirganmiz, Xorazm filialiga. Bu foydadanmi filial desangiz, endi foydada. Lekin pulni qaytib kelish jihatidan bizning rejamizni juda kech bajarildi. Juda kech bajardi. Endi u hali bajarib bo'lganmi, pul qaytishini rejadan umuman chiqib ketdi. Lokatsiya. Gap lokatsiyada bo'lmadi. Ya'ni biz Xorazmga kechroq kirishimiz kerak edi, oxirroq kirib qo'ydik. O'z umumiy Najot ta'lim yo'nalishi erta kirdi. Erta kirib qo'ydi. Balki keyinroq kirish kerak edi.
1 yilmi, 2 yilmi, ya'ni bozor yana o'zgargandan keyinmi o'shanda boshqacharoq bo'larmidi. Bu nimadan bu gipotezadan kelib chiqib qilindi filial ochishda va bu joyda biz xato qildik. Endi har doim shuning uchun bitta muhim qoida bor. Mas'uliyat meniki, muvaffaqiyat jamoaniki degan. Bu mas'uliyatni men o'z bo'ynimga olaman. Ya'ni qarorda chunki oxirgi gapni men aytardim-da. Men yo'q deyishim ham mumkin edi. Endi bunda nima tavsiya olinadi? Men har doim xato qilayotgan paytida undan xatoni o'zidan emas, balki keyingi safar shuni qilmasligi uchun nima ibratlar olinishligini o'ylayman-da, nima tajribalar olinishligini. Baribir bozor tadqiqot qilinishi kerak. Yoki umuman hayotda ham maslahatlashish kerak har doim. Necha foiz haqiqat va necha foiz yolg'on davrda yashayapmiz deb o'ylaysiz? Bu insonni holatidan, insonni yon atrofidan kelib chiqilib aytiladigan gap. Hech qachon mana men yon atrofimda yolg'on gapiradigan odam bo'lmaydi va men yo'l qo'ymayman bu narsaga. Bu ishxonamda ham, ishxonamda to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan davrimda ham, do'stlarimda ham umuman yolg'on aralashtiradigan va to'g'ridan-to'g'ri ig'vo va fasod ishlarni qiladigan odamlarni hech qachon oldimga yaqinlashtirmayman. Gaplashmaysiz. Yo'q, men hatto mana bu har qanday noto'g'ri ish qilsa ham odatda men juda ko'p sinfdoshlarim to'yga bora olmaganman. Buning asosiy sababi aroq qo'yilishi to'yga. Bormaganman. Umuman unaqa muhitda bo'lmaganman, yashamaganman. Buni muhitdan men ayro yashaganman. Yon atrofim har doim yaxshi bo'lgan, yaxshi insonlar bilan bo'lgan. Do'st tanlayotgan paytimda ham kimdir do'stim deb aytishim mumkin. Bu odamni men juda ichkaridan juda yaxshi bila olishim kerak. Chunki men uchun bu g'ururli so'zlardan bittasi. Ya'ni mag'rur so'zlardan bittasi. Ya'ni iftixor bilan aytiladigan so'zlardan bittasi. Shuning uchun men bu so'zni tanlab ishlataman. Shaxsan o'zim. Do'stim yoki yaqin insonim deya olishligi uchun, birodarim deya olishligi uchun juda tanlab ishlataman. U odamni ichkaridan bilsam, haqiqatdan nafaqat menga nisbatan muomalasini, boshqa bir insonlarga qilayotgan muomalasini, ihsonini ko'rsam, amalini ko'rsam, shundan keyingina oxirida qalbim yaqin bo'lib borishi mumkin. Odamlar ba'zilar aytib qoladi-da, butun hamma yomon deydi. Hamma muttaham, hamma vijdonsiz deb o'ylaydi. Nima uchun deyilganda, odatda u insonlardagi yon atrofi yoki aldanib qolgan bo'ladi yoki yon atrofida shunaqa odamlar yig'ilgan bo'ladi. Lekin men atrofimda bunaqa odam umuman kelmaydi va kelgizmayman ham shaxsan o'zim. Bunaqa odamlar, chunki qalbim yaqin odam bo'lmagan odam bilan odatda o'zim ham ishlay olmayman. To'g'ridan to'g'ri ishlay olmayman. Ya'ni to'g'ri kompaniyamda ko'p odam ishlashi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan odamlar haqida gap ketyapti-da. Qiyin-ku bu masala. Insonni baribir sizni har jihatdan tushunish kerak-ku. Shuning uchun rost va yolg'on narsalariga bu insonni muhitidan kelib chiqib aytilgan narsa deb o'ylayman va bizning vazifamiz muhitimizni yaxshilash. Yon atrofimizda biz kim bilan do'st bo'lyapmiz? Kimlar bilan yuribmiz? Chunki tafakkurimiz shu insonlar bilan shakllanadi. Biz kimga qarab o'zimizni o'lchovimizni qilamiz? Bu xuddi ikkita qo'shinni o'zaro urushib uyini ko'tarishga o'xshagan gapda. Bayroq tikib qo'yibding. Ha, bayroq tikib qo'yadi. Balandroq qiladi uyini, yanada devorni balandroq qilib qo'yadi. Nima uchun deganingiz, raqobat shuni ustiga qurilganda. Siz agar solih do'stlar bilan quring, raqobatni ilm ustiga qurasiz. Masalan, men ko'p do'stlarim bilan bo'lgan narsam nechta kitob o'qiganligi bo'yicha bo'ladi yoki qancha masofa yurganim bo'yicha bo'ladi. Yoki nima yaxshi ishlar qilganligim, ta'limda nima yutuqlarga erishganligim haqida bo'ladi. Men qanaqa mashina minishim yoki qanaqa uyda yashashim haqida suhbat bo'lmaydi u joyda. Qanday insonlarda xavfli insonlar deb bilasiz? Shaxsan o'zim 200lamachi odamlarda, munofiq odamlarda, xavfli odamlarda bilaman. Sizga qarab tabassum bilan qarab turadi-da, lekin orqangizdan boshqa ishlar qiladi. Til bilan dillik xil. Ha, munofiq odamlar eng qo'rqinchli odamlar. Amali boshqa, tili boshqa bo'lgan odamlar. Shuning uchun insonlarda eng yaxshisi tili ham, amali ham bir xil bo'lgan odamlar. Mana shunaqa insonlar bilan do'st bo'lish kerak, munofiq odamlar bilan emas. Navbatdagi savol. Porasiz bitmaydigan ish bu? Qur'on yodlash. O subhanalloh, go'zal. Navbatdagi savolimiz. Inson zoti hech qachon esidan chiqarishi mumkin bo'lmagan jumla. Endi umuman inson esdan chiqarmasligi kerak bo'lgan musulmonlar kalima keltirishdi. Masalan, agar shu jihatdan aytilayotgan bo'lsa, kalima shahodat ya'ni. Kalima shahodat, ya'ni inson hech qachon baribir unutmasligi kerak buni. Har doim qayta zikr, ya'ni zikrda bo'lish menimcha bo'lsa kerak. Insonda bilasizmi, muvaffaqiyat nimada yoki xotirjamlik nimada deb aytaman. Sakinat. Ha, qanoatda. Ha. Ishoning, agar dunyoning oxiri yo'qda, dunyoni umuman oxiri yo'q. Ya'ni siz dunyo bo'yicha raqobat qilaman, siz uni oxiri yo'q. Qanoatni oldiga bitta narsa qo'shsam maylum? Bemalol. Solishtirish. Ha. Solishtirishda insonda ichidagi sakinat ketib qoladi. Temur boshqacha mashinada keldi-ya, 9da. Menda boshqacha-ya. Solishtirish boshlanadi. Unaqa mashinam yo'q lekin. Men hazillashib aytdim buni. Hozir shu gapingizdan keyin 9 bor ekan deyishmasin.
Nasib qilsin hozir yo'q lekin. Cobalt yuradilar Temur og'a, o'zimizni xalqchil mashinada. Yo'q, unaqa emas lekin. Nexia 3. Yo'q, Wayafri. Ha, zo'r mashina Wayafri. Davom etamiz navbatdagi savolimiz. Qaysi holatda o'tmishga qaytasiz, o'tmishingizga qaytasiz va u yerda nima qilasiz? Bir voqeani ko'p eslayman o'zim. Shuni aytib bermoqchiman. O'tmish bilan bog'liq. Ha. Lutfan. Men 9-sinfni bitirib madrasaga kiradigan bo'ldim. Keyin onam qo'lda kirib yuvardilar u payt. Keyin men onamga mana chay berib turardim kiyimlarida. Og'ir bo'lgani uchun va kuch talab qilgani uchun. Yaxshiroq kuch talab qiladi. 2000ga kir mashina bo'lmagan paytda 2009-yil, 2010-yil haqida gap ketyapti. Biz qishloqda yashaymiz. 2009-2010 una kir mashinalar hamma uyda trend bo'lgan paytlar emasda endi. Es bilaman, sovun to'rg'aydigan kir mashina bo'lardi. Dumaloq. Mana aylanadi, ichiga sovun to'rg'ab yuborardik. Kirgiziya ekan nomi, mana Sir paytda tug'ilgan odam aytdi. Ha, shu unaqa ham bo'lmaganda, o'zi endi oddiy, men chay berib turardim, onam yurishardi. Madrasaga kirib ketishim ana bo'lgandan keyin o'tirsam, onam yig'layaptilar. Keyin men so'radim. Nima yig'layapsiz, aya desam, ular menga shu ketasan, endi shu bilan kelmaysan deyishdi-da. Shu gap rost ekan, keyin tushundim. Haqiqatdan undan keyin faoliyatim, o'qishdan keyingi jarayonlarim hammasi Toshkentda, boshqa joylarga bo'ldi. Men undan keyin ham bora olmadim. Men ota-onam keladi ko'proq. To'g'ri gap ekan. Uni keyin tushundim. Ya'ni sen hozir ketasan, keyin shu bilan uyingga qaytishing qiyin bo'ladi. Mehmon bo'lib kelib ketishing mumkin. Yashashing ham boshqa ham qiyin bo'ladi. Va ona bolasini bilar ekanda, salohiyatini, men onam ko'p salohiyatimni aytardi. Ya'ni aqling bilan hali ko'p nima qiladigan odam bo'lasan dedi-da. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Men Amin. Ota-onam ko'p haqqiga kimlarga duo qilsa, ota-onaga rahmat desa, men juda ko'p sevinaman o'zim shaxsan. O'zim eng ko'p sevingan narsam shu. Ya'ni o'sha davrga ko'p qaytaman. Inson sifatida ham ko'p o'ylayman shu narsani. Shu onam to'g'ri aytgan ekan deyman. Va odam yurayotganda, boshqa sayrda, safarda, turli vaziyatda 2009-2010-yilda. 2003-yil eshitganman men bu gapni. Sen ketyapsan, sen qaytib kelmaysan deyishgan menga. Xuddi shu gap aytilgan, rostdan. Rostdan kelasan, mehmon bo'lib ketishga kelasan deyishgan. Alam qiladi ba'zida. Eng katta dushmaningiz. Qaytarib bo'lmaydigan vaqt rostdan ham bizga juda katta dushmanlik qiladi. Chin dildan aytaman. Ya'ni ba'zi o'rinlarda vaqtimni noto'g'ri o'ringa sarflab qo'yganimni ich-ichimdan o'zimni his qilaman va bu menga juda alam qiladi. Mana masalan yoshlikda ingliz tilini yaxshi o'rganib olmaganim bu menga alam qiladi. Ya'ni vaqtda men qaytara olmayman-da. Chunki men yashagan muhitda u paytlarda ingliz tili trend bo'lmaganda. Men qishloq maktabida o'qiganman, bunaqa muhit bo'lmagan. Bilaman, agar men shahar joyda yashayotganimda boshqa ham u payt unaqa ingliz tili ommaviy ham o'rganilmasdi-da. Men endi o'rganyapman ingliz tilini. Bu vaqt, bu orqaga qaytara olmayman. Bizning juda katta dushmanimiz vaqt bo'ladi. Ya'ni o'tkazib yuborilgan vaqt bo'ladi. Vaqt qilish kabidir, agar sen uni kesmasang, u seni kesadi deb shuning uchun aytilganda. Va bu biz uchun eng qimmat narsa. Va odamga nima alam qiladi, bilasizmi? Buni qaytarib bo'lmasligi. Siz dod voy solasizmi, yalinasizmi, yolvorasizmi, ming harakat qilasizmi, orqaga qaytarib bo'lmaydi vaqtni va bu sizga eng katta og'riq beradi. Buning uchun nima qilish kerak odam? Aytdim-ku, men xatolardan xulosalar qilaman, iloji boricha. Chunki inson doim xato qilishga moyil bo'ladi, tabiatida bor-da. Inson tabiatan xato qilib qo'yishi mumkin, noto'g'ri ishlar qilib qo'yishi mumkin, lekin eng yaxshisi nima degani, o'sha narsani qayta qilmaslik uchun nimadirlar rejalar qilish. Iloji boricha men o'z kunimni, grafikimni rejalashtiraman har doim. Men hozir shunaqa rejimga o'tganman. Juda qattiq shu rejimda iloji boricha yuraman. Hamma narsani rejalashtiraman iloji boricha. Va bu rejalarimni foydali narsalarga band qilganman va almashtirish ehtimoli juda qiyinlashib ketadi. Va bu menga ancha manfaat bergan. Odam muammo nimadan kelib chiqadi? Bo'sh vaqtdan paydo bo'ladi hamma narsa. Amerikada McDonald's, Rossiyada Вкусная точка, O'zbekistonda Safiya. Yo'q, men fast food aytishim kerakmi hozir? Fast foodni davom ettirishingiz kerak O'zbekistondagi. O kim aytib berishim kerak o'zingizga? Yo'q, menga farq yo'q. Menga farq yo'q. Umuman farq yo'q. Yo, men nima uchun Safiyani aytdim? O'zi Safiyani ko'pligi uchun-da, lekin xayolimga birinchi o'rinda keladigani menga Evis. Iloyim hammani xayoliga Evis birinchi kelsin. Homiyimizda. Davom etamiz va men homiyligingizni bilmasdim. Bilardim bu narsani ham. Bilmasligingizni ham bilardim. Shuning uchun aytmadim. Hali turtki ham bermadim. Top of mind degan narsa bor. Marketingdagilar juda yaxshi tushunadi. Ya'ni hayolingizga birinchi keladigan narsa. Men hayolimga birinchi o'rinda Evis keladi. Siz uchun qahramon kasblar 3 taliga. Qahramonlar degan post yozgan edim. Agar xo'p desa shuni o'qib beraman. Tabii.
2024-yil 24-oktyabr Yozilgan. post. Qahramonlar. Hayotda turli xil insonlar bo'ladi. Ba'zi insonlarning sabr matonati, aql bovar qilmas mashaqqatini ko'rib, ularni haqiqiy qahramon deb atagim keladi. Qahramon deganda ana shunday insonlar ko'z oldingda gavdalanadi. Oilasini ta'minlash, qizlarini uzatish uchun orzu umidlaridan, issiqqina o'rnidan kechib minglab kilometr narida barcha ishga tayyor bo'lgan o'zbegim, sen haqiqiy qahramonsan. Bu qora mehnat uchun oilasidan, vatanidan, hammadan kechib o'sha ishlarda qilayotgan odamlar uchun, qizini uzatish uchun, farzandini o'qitib, yedirish uchun insonlar men haqiqiy qahramon deb bilaman. Vatan sarhadlarini qo'riqlash niyatida kechalari sovuqlarda, cho'lu biyobonlarda turgan askar, sen haqiqiy qahramonsan. Chunki ular borligi uchun biz bemalol suhbatlashib o'tira olyapmiz. Ular borligi uchun bemalol uxlay olamiz. Hech qachon biz avtomatda ovozini eshitmaymiz va vatanni himoya qilayotgan bu kabi askarlar, bular haqiqiy qahramonlar. Chunki ular bor ekan biz yashayapmiz, bemalol yashayapmiz. Ibodatimizni qilyapmiz, suhbatlashyapmiz, kulishyapmiz, muammolarimizni yechayapmiz. Xohlaganimizni qilyapmiz. O'z ishini har doim professional bajaradigan, bugungi kunini kechagi kunidan ko'ra yaxshiroq qiladigan mutaxassislar. Sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Shunaqa insonlar bu o'z ishini har doim sevib bajaradi. Va mana shu kabi insonlar borligi uchun biz yaxshiroq yashaymiz. Bu istalgan kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishini haqiqiy ustalari bular haqiqiy qahramon. Chunki nafaqat o'sha sohadan daromad topadi, balki o'z ishini sevadi. Va shunaqa odamlarga ish tushgan paytda xursand bo'lib ketasiz. Yaxshi ham shu odamga uchrabman deysiz. Men uchun bu odamlar ham haqiqiy qahramon. Umri davomida jamoat transportida yoki oddiy mashinalarda ishga qatnab, qimmat mashinalarda yuradigan shogird tayyorlagan ustoz va murabbiylar. Sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Haqiqatan ustozlik shuning uchun eng sharafli kasb. To'ppa-to'g'ri. Buyurtma dorilarni emas, haqiqiy malhamlarni tavsiya qiladigan shifokorlar. Sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Chunki u yer inson to'g'ridan-to'g'ri nafs bilan kurashishi kerak. Bilasiz, mana shu bir dona dorini yozib bersangiz, 10 ming, 50 ming, 100 ming, 200 ming, 1 million berar. Lekin o'sha holatni ko'ryapsiz, bu odam muhtoj odamda, shuni alternativ arzon yozishingiz mumkin. Siz har bir dori yozayotgan paytingizda vijdoningiz va nafsingiz bilan kurashasiz. Va aynan o'sha joyda haq ishni qilib bera olgan shifokorlar bular haqiqiy qahramon. Imkoniyati bo'lsa ham poradan, qil yog'lamalikdan o'zini qat'iy cheklay olgan amal egalari. Sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Qo'lida pora olish imkoniyati bor, hamma imkoniyat bor. Biladi o'sha payt hech kim uni qamamasligi mumkin. Lekin vijdon amri uchun Allohdan, Robbisidan qo'rqgan holatda pora olmayotgan halol amal egalari, amaldorlar, rahbarlar, turli davlat ishida ishlaydigan odamlar, ular haqiqiy qahramon. Qo'lidan kelib turish ishni qilmayapti. Yoshligidan intizomni qoyim tutgan, ilm uchun bedor tunlarni o'tkazayotgan yoshlar, sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Bunaqa insonlar juda kam, ya'ni siz bilasiz. Yoshlar orasida. Yoshlarda bilasiz, ular faqat umrini ilmga tikkan. Mana shu ilmdan u biznes qilaman demaydi, boshqa ish qilaman deydi, men ilm olaman deydi, sohamni mutaxassis bo'lishlik uchun deydi, ota-onamni ertaga faxri bo'lishlik uchun deydi, hamma narsani amalga oshiraman deydi. Bular haqiqiy men uchun qahramon. Chunki yoshlikdagi eng qimmat narsa ilm olishda va juda ko'pchilik yoshligini boshqa narsalarga sarflab yuboradi. Bular men uchun qahramon. Barcha imkoniyatlar bor zamonda. Faxshdan, ma'siyatdan o'zini tiygan o'g'lonlar, sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Faxsh qilish mumkin bo'lsa iloji bor, bemalol iloji bor, lekin o'zini tiya olish bu nafsi bilan kurash. Va bular men uchun haqiqiy qahramonlar. Bo'ydoqlar. Iymoni sabab turli qiyinchiliklarga uchrasada, ilm yo'lida to'xtamayotgan muslima qizlar, sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Nima uchun buni yozganman? Turli voqealarda ular ruxsat berishmaydi, men uchun shuncha ilm olmayman demaydi-da. Men ilm olaman deydi. Qiyinchilik ko'rsa ham, boshqa ish qilsa ham, yo'q deydi. Men iymonimni ham saqlayman deydi, ilmimni ham olaman deydi. Bu bo'lmasa boshqa ishga kiraman deydi. Va ilm yo'lda to'xtamaydi. Chunki onalar har doim ilmli bo'lish kerak, eng kamida farzandini yaxshi tarbiya qilish uchun. Millat tarbiyachilari. Shunaqa, shuning uchun ularni men haqiqiy qahramon deganman. O'zidan ko'ra boshqaning hojatini birinchiga qo'yadigan himmati baland insonlar, sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Ba'zi insonlarni ko'rasiz, himmati baland bo'ladi. Himmati uchun ham xursand bo'lasiz va men ularni haqiqiy qahramon deb hisoblayman. Yolg'iz boshi bilan farzandini tarbiya qilayotgan onalar, sizlar haqiqiy qahramonsizlar. Ba'zi holatlar bor, insonlar turli holatlar bilan yolg'iz ona farzandini tarbiya qilayotganini ko'rasiz. Qiynaladi, kerak bo'lsa 2-3 ishda ishlaydi, mardikorlik qiladi, tozalik ishlarini qiladi. Nima ish qilib bo'lsa ham halol ish bilan bolasi uchun o'zini baxshida qiladi. Qaytib kerak bo'lsa oila qurmasligi mumkin.
Bu insonlar o'zini baxshida qilganligi uchun ham aytaman, ular haqiqiy qahramon. Dardi millat, vatan va din g'amida bo'lgan insonlar. Sizlar bizning qahramonimizsizlar. Shunaqa insonlar bor, har doim dardi millat, vatan, din ustiga qurilgan bo'ladi. Har qanday qaror qabul qilayotgan paytida aynan xuddi shuni insonlarda o'zim uchun qahramon deb e'tirof qilganman. Mana shu insonlarda. Bu yillar davomida shakllangan fikrlar edi mendagi. Qahramonlarga yig'ib chiqqan ekansizda. Shunaqa. Shuning uchun o'zi aytiladi, tafakkur qilmaysizmi deb juda ko'p bizga zikr qilinganda, inson tafakkur qilsa ajoyibotlarda ko'raveradi har doim. Qahramonlar uchun alohida rahmat. Barcha ishlaringiz yakunida. Qaysi so'z bilan yakunlaysiz? Men o'zim ko'pincha aytadigan so'z bor, ko'pchilikga Alloh xayrlisini bersin deyman va ikki dunyo saodatini bersin deyman o'zim. Amin. Menga o'zim juda yoqadigan narsa bu. Buni qayerdan eshitgansiz desiz, Tohir Malik hazratlari, rahmatli Alloh shuni rahmat qilsin. U kishini suhbatlarida qatnashganman. Birinchi o'sha kitob olimida bo'lgan suhbatlarida qatnashardim. Dastxatli kitob ham olganman u kishidan. Har doim yozib berganda ikki dunyo saodatini tilayman deb yozib berishardi. Menga juda yoqqan shu jumla. Ikki dunyo saodatini tilayman deb. U dunyoni saodat. Ikki dunyo saodatini tilayman deb yozib berib, qo'l qo'yib qo'yishardi. Menga juda yoqqan shu jumla. Demak, shunaqa yozsa ham bo'lar ekan deganman. Tohir Malik hazratlarining yozganini ko'rib. 30 savol loyihasiga kelganingiz uchun katta rahmat. Aka, sizga ham rahmat. Umuman tayyorgarlik uchun rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Meni nazrimda suhbatda yaxshi chiqishligi juda ko'pincha o'zim suhbat olib borgan odam sifat aytaman. Har doim boshlovchini tayyorgarlik ko'rishiga, suhbatdoshni tayyorgarlik ko'rishiga bog'liq. Suhbat, baribir siz juda tajribali odamsiz bu soha bo'yicha va alohida rahmat. 7 ta savolim qolib ketdi lekin. Ayadim. Vaqt yetmay qoldi. Yo'q, vaqt emas. 3 tasida ayadim, 4 tasida bo'pti. Vaqt deylik. 3 tasida lekin rostdan ayadim. Rahmat aka. Ayganingiz uchun rahmat. Azizlar, 30 savol loyihasi yangi mavsumimiz ilk soni o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi mehmonimiz tashriflari uchun katta rahmatlar aytib qolamiz. Timurjon Adhamov Najot ta'lim hamda Osmondagi bolalar loyihalarining asoschisi bugun mehmonimiz bo'ldi. Timur og'a, katta rahmat. Alloh ikki dunyo saodati bilan sizni siylasin. Rahmat. Xursand bo'ldim. Salomat bo'ling. Rahmat.